Assalomu alaykum qarindoshlar, hammang salomat yaxshi turibsizlar. Bugun 2023 oyning 17-kuni. Hammamiz ko'rib turayotganimizdek, bilib turayotganimizdek, Xitoyning bu Wuhan shahridan yeyilgan bu virus, koronavirusi hozir butun dunyoga tarqalib, nurg'ulg'an davlatlarda shunday jiddiychilik ahvollarni maydonga keltiryotdi. Ve bu kasalga, virusga qarata nurg'ulg'an davlatlar har xil siyosatlarni, tadbirlarni yo'l qo'yotdi. Shuningga masalda, ya'ni bu virusning tarqalish sur'atining kengishiga ergishib, nurg'ulg'anchilar hammamiz ko'rayotganimizdek 2 oylik, 3 oylik degandek yemak-ichmak, tozalik buyumlari degandek eng asosli bo'lgan narsalarni to'liqlayotdi. Hamda Turkiyadagi ahvolga qarasak qarindoshlar, Turkiyada hali bir vaqtgacha bu virusning gaplari pek yo'qdi. Hamda oxirgi kunlar qaraganda bir dedi, uning keyin 3-5 deb, hamda tunugungi xabarga qaraganimizda 40 necha deb e'lon qilib, bu virusning ko'payish sur'ati intayin tez bo'layotdi. Ve bu xabarlarning shunday yeyilishiga ergishib, kishilarninki bayatdan degandek shunday yemak-ichmak narsalarni to'plash sur'ati hozir intayin eshyotdi qarindoshlar. Hamda hammanglarga ma'lum bu yemak-ichmak, boshqa lozimatliklar deganimiz hammasi iqtisodga birab taqildigan masala bo'lg'achqa, Turkiya turayotgan bizning minglarcha shunday qiyinchilikda turayotgan qarindoshlarimiz bor. Bu to'g'riliq balkim bizning tashkilotlarimiz ma'lum choralarni, planlarni tuzgan bo'lishi mumkin. Ammo hozirgacha tashkilotlardan rasmiy bu shaklda qanday buning oldini olamiz, qanday tayyorlik qilamiz degandek, buning yemak-ichmak degandek bu tarafdagi qanday tayyorliklarni qilish kerak, bu to'g'riliq men boshqa bir uchur ko'rmadim. Hamda biz Uyg'ur xalqi bilasizlar, intayin bir qiyinchilik ahvol bo'lib qolmagan sharoitda bir kimning oldiga berib o'zining dardini to'kab qiladigan ahvollar bak yo'q qarindoshlar. Shunga atrofimizda kimning ig'ir qiyinchiligi bor, kimninki nima biz bak bilib bilolmasligimiz mumkin. Ammo to'rdagi ba'zi uchurlarga qaragan vaqtimizda 5 kilo, 10 kilo unmi tayyorlik qilinmagan oilalar bor ekan. Yani ahvol haqiqatan ig'ir. Hem bu kasalning tarqalish sur'atining eshigiga ergishib, mal baholari butkul dunyoda o'rlayotdi qarindoshlar. Bo'libmi Turkiyada mushundaq ishlardan foydalangan insonlar intayin ko'p. Buni bak boshqarib bo'lmaydi qarindoshlar. Bu mal bahosi mushundaq kundan kunga o'sib menishi mumkin. Hatto balkim Alloh saqlasin tepishtirma qiyinchilik bo'lib qolishi mumkin. Hamda mushundaq qiyinchilikdagi qarindoshlarimizga qarata Ayxon Ma'rifi va Mayak illiqlik harakatidagi qarindoshlarimiz birlashib bir harakat boshlabdi qarindoshlar. Mushundaq qiyinchilikdagi qarindoshlarni tizimlaydigan va bunga qarata yordam qiladigan bir faoliyat boshlanibdi. Mushuning hepimiz qo'limizdan kelishicha ovoz qo'shsak, 1 lira bo'lamdi, 1 yevro bo'lamdi, 1 dollar bo'lamdi, hargiz ozliq qilmaydi qarindoshlar. Qo'limizdan nima kelsa, shu bo'yicha yordam qilsak, shu qarindoshlarimiz shu tizimlangan oilalarga shu bo'yicha yetkazib beradi qarindoshlar. Mushunda qiyinchiligi bor bo'lgan qarindoshlar bo'lsa, buningga qarata bir jadval chiqarilib qarindoshlar, shuni to'shqatsanglar, nimaga ehtiyojli ekanliginglarni, un, yog', guruch nima bo'lsa shu degandek yordamning ahvoliga qarata bu yordam buyumlari sizlarga yetkaziladi. Buningdan keyin yordam qilmoqchi bo'lgan qarindoshlar, Ayxon Ma'rifidagi qarindoshlar bo'lamdi yoki Mayakdagi qarindoshlar bo'lamdi, shular bilan aloqa qilsanglar, qanchalik yordam qila olasanglar, shuni shularga yetkazib bersanglar, sizlarning bu yordamlaringlar sog' salomat shu ehtiyojli qarindoshlarimizga boradi. Balkim bu videoni Facebookdan ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Men bu yerga shu qarindoshlarning aloqa qilishlarini, adresini chiqarib qo'yman. Ham qiyinchilikda qolib qolgan qarindoshlarimiz hem yordam qiladigan qarindoshlarimiz shular bilan aloqalashsanglar, bu qiyinchilikdan hammamiz sog' salomat o'tib ketib olsak demakchi. Hamda hammamiz yillardan buyon shu qarindoshlarimizga yordam qilsak bo'ladi, vatandagi qarindoshlarimizga yordam qilsak bo'ladi deb kelyapmiz. Mana naq hozir yordam qila oladigan fursat shu. Vatandagilarga yordam hozir qilinmaganligimiz uchun vaqtincha yenimizdagi bolalarga yordam qilaylik qarindoshlar. Agar Alloh saqlasin, mushu ishda bir kimga shunday yemak-ichmaklik yoki boshqa narsalar tufaylidan beshiga bir ish kelib qoldi desa, biz bunun hesabını bir planmaymiz. Şunlaşqa dünyanın her yerdeki qarindoshlar mushishga bir aktiv ovoz qo'shsak, shu qarindoshlarımızga bir yordam qilsak, ularning yuzimi kulsa, bizning yuzimizmi kulsa, hammamizning yuzi kulsa demakchi. Shuningga o'xshash o'zinglar biladigan dunyoning har qaysi yeridagi shunday qiyinchilik topib qolgan qarindoshlarimiz bo'lsa, shularningki yordam ishlariga ko'ngil bilayli. Mushish hammamiz bir kuchayli qarindoshlar, qo'l-qo'lcha yordam qilayli. Alloh bizni bu kasaldan, virusdan, vabodan tinch aman xotirjam o'tib ketishga nasib qilsin. Hammanglar salomat bo'linglar. Allohga emanet.